Rossiyada yashayotgan jaydari o'zbek kelindan hammaga assalomu alaykum. Opa-singillar yaxshimisizlar, sog'-salomatmisizlar? Men bir judayam muhim, kerakli odamman. Buni svetoforda meni o'tishimni kutib turgan mashinalarni to'xtab turgandan ham bilishinglar mumkin. Xullas, shunaqangi bizda pagoda dahshat, cho'tki-mo'tki bo'lyapti. Bilasizlar, men o'zimcha kurtoy bo'lib ketganman, sababi Moskvada shaxsiy studiyamni ochganman. Studiyamizda salon xizmatlarini hammasi bor. Eng katta bosh master o'zim bo'laman. Kiprik ekish bo'yicha. Agar siz ham Moskvada bo'lsangiz, meni hunarimni o'rganmoqchi bo'lsangiz, keling, aylanib ketay, o'rgilib ketay, o'zim chiroyli qilib o'rgataman. Bu tarafda bo'lsa akalar sovuq bo'lishiga qaramasdan itlarini, xolalar bo'lsa bolajonlarini o'ynatgan chiqishibdi. Batda o'zimcha deb hayratlanib archani ko'rsatib qo'ydim. Xuddiki bu kimgadir qiziqday. Endi kliplarda, kinolarda shunaqa qilishadi-yu. Shu bilan bu metrochamiz, metroga tushib oldim. Bu yoqda kartamni urdim, troyka olishim kerak. Hozirgacha Sberbank kartamni urib kiryapman. Batda men bolacha onasidan arazlab kutib turgan ekan. Onaga ham farqi yo'q. Qolsang qolaver, yig'lasang yig'laver deb ashaqqa qarab ketdi, mashaqda bolasi qap ketdi. Xullas men metroga tushdim. Metroda bilasizlar o'tirib olsanglar marrasizlarniki. Ishxonaga ham borib oldim. Ishxonamiz metro Belyayevada. 4-vextdan chiqqaninglarda shunday shu 5 etajli oppoqqina usti sal kirlab ketgan zdaniya. Bugun menda uchenitsam bor edilar. Bugun birinchi darslari, vobshe gap bo'lishi mumkin emas. O'zlari beauty sferada oldin ishlagan ekanlar, prическа, makiyaj, unaqa xullas eplab ketishlariga ishonaman. Bulardan keyin o'zimni klientim bor edilar. Ularni qabul qildim. Hamma klientlarni ham videoga olganim menda vaqt bo'lmay qoladi, chunki ro'molimni ishlab bemalol ro'molimni yechib deganim, ro'molimni yechib bemalol ishlayman. Videoga olishga to'g'ri kelsa ro'molimni o'rashim kerak, kamera qo'yishim kerak, erinib ko'p klientlarni ololmayman. Xullas, soat millari 21:40da o'tganda metroga tushib, sekin uyga yo'l oldim. Videoni ko'rib ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar.